Yaxşımısınızlar qarindoshlar. Bugungi darsda biz 4-bobning mazmunini takrorlash yuzasidan bir qancha tal misol ishlaymiz. Oldi bilan bu misolni to'plamda 7 tal misol bor ekan. Bu misollarning hammani eng boshda siz qaysi xil tafakkurda o'ylang, qaysi xil shaklda o'ylang degan chog'da eng boshda men bu yozilimni, bu yerdagi misolni to'g'ridan topdim deb o'ylang. Hozir men sizga oldi bilan bu kodning nimaga ishlaydiganligini demay, oldi bilan siz o'ylangki, faqat to'rdan topdingiz, normal kod o'qish qoidasi bo'yicha soldan o'ngga, ustidan ostiga nimani boshda o'qiyman zaten bu narsani o'rgatuvlikda hozirgacha. Unga qarta boshdan boshlab o'qing, undan keyin bu kodning nimaga ishlaydiganligini bir o'ylab chiqing. Normalda men misolni eng boshda buning nim misol ekanligini va yoki nimaga yaraydiganligini sizga boshda davitdim. Davitib hatta icra qilg'iz bo'lgandan keyin undan keyin so'zlaydim. Bu qatim qanday qildi? Eng boshda biz to'rdan xuddi yangi bir kod topgandek bir o'qishga tirishili, mazmunini demay, eng oxirida bu kod aslida ma'noga aloqador bir kod ekan, buning ishlash prinsipi mundaq ekan deb texmo nima shaklda. U chog'da sizning kodni tushunish iqtidoringiz texmo oshadi. Unda biz boshlaylik. Birinchi misol. Yine soldan o'ngga, ustidan ostiga. En başta qarsanız bir tal def turdi. Def bir tal nimeti? Fonksiyondu. Bu fonksiyonun ismi nima ekan? Tam bölünenleri bulma deydi. Yani bütün bölüngenlerini tepish degan fonksiyon ekan. Bu fonksiyonun ismi. Ondan keyin 4 boşluk qo'yilib, ta qayergacha 4 boşluk qo'yilib yozilibdi? Ta bu yergacha. Yani en oxirida return kelimasi bilan nima ish qilibdi? Bir tal sonni döndürüp de return qilibdi. Ama bu fonksiyonun ichiga bir tal nima ish qilibdi? Bir sanduqqa, ya'ni sayı degan sanduqqa bir tal qimmat avatibdi. Undan keyin eng oxirida birmuncha bu yerdagi proses jarayonlarni boshdan kechirgandan keyin undan keyin eng oxirida qanday bir tal chiqqan natijani nima ish qilibdi? Bu yerda return qilibdi. Unda bo'lsa eng boshda buni o'qamdoq o'qimaymiz. Faqat bu yerda buning bir fonksiyon ekanligini bilsak yetar. Unda bo'lsa atlab o'tib ketdik. Nimba while true. Ana kodga keldik. While true. While bir döngü loop. Yani aylanma. True degan hamon bu aylanma cheksiz bir aylanma bo'lgan bo'ladi. Yani ma'lum bir narsa bilan shartlarni qo'yish orqali bu aylanmadan chiqmasak, bu aylanma qanday qiladi? Cheksiz davom qiladi. Chunki bu yerda nimba shartning o'rnida true bor. Zaten shart qo'yishga maqsadmi natijasini nima qilishdi? True yoki false qilishdi. Unda bo'lsa bo'ladi. Bu yerda 4 boshliq qo'yilib yozish orqali qanday qildik? While aylanmasining ichiga tava bo'lgan kodni yozibdik. Bo'ladi. Nima ish qildik? Eng boshda bir input, bir tal son yapdik. Bu son qanday son? String. Bo'ladi. Stringni oldim, kimga berdim? Say degan sanduqqa berdim. Undan keyin deydiki, if hamda else'dan iborat bo'lgan ikki tal shart bor ekan. Ya bu ijro qilindi, ya else'ning ichiga kod qanday qilindi? Ijro qilindi. Bo'ladi. Unda bo'lsa, agar bu kirgizgan sayı q ga teng bo'lib qolsa, q ning o'zimi string, input ning o'zimi string bo'ladi. Agar siz q ga teng qilib qo'ygan bo'lsangiz, natijada nima bo'lsin debdik? Program qanday qilsin? Sonlantiriliyor. Ya'ni program oxirlashsin deb bu yerdagi while aylanmasini qanday qilmoqchi? Chiqmoqchi. Buni qanday chiqaramiz? Break fonksiyoni. Yine biz while for aylanması degan bobni o'rgangan chog'da, 3-bobni o'rgangan chog'da biz break hamda qanday continue'ni o'rgangandik. Break nima ish qildi? Dalma-dal bu yerdagi aylanmani qanday qildi? Oxirlashtirdi. Break time, mola, tanaffus degan ma'noda. Unda bo'lsa Q'ni bosqanaman bu yerdagi aylanmadan chiqdi. Agar Q'ni bosmasak-chi, nimaga kirdi? Else'ning ichiga kirdi. Else'ning ichida nima bor ekan? Bu yerga kelgan sayını nimaga aylantirdi ekan? Dalma-dal init butun songa aylantirdi ekan. Bo'ladi, butun songa aylantirdik. Undan keyin buni kimga berdik? Yine say degan sanduqqa berdik. Aslida say degan sanduqda string oladi, hozir nima oladi? Init oladi, ya'ni integer, butun son oldi. Aldik, bo'ladi, sayını qanday qildi? Undan keyin tam bo'linanlar deb bu yerda tam bo'linanlari bulma degan fonksiyonni chaqirdik. Buning ichiga dalma-dal biz input qilish orqali kirgizgan sonni bu yerga kirgizdik. Kirgizgandan keyin
nim bolgan boludu? Delmi-del bu yerden u üstüdeki fonksiyonga ketken bolumuz. Yani bu yerden u yerge ketimiz. Nim üçün? Çünkü fonksiyonu çağırganlygymız üçün. Fonksiyon qandaq vaqtda icra qılındı? Delmi-del çağırgan çığınız icra qılındı. Bolmuşçu icra qılınmaydı. Boludu. Onda bolsa tam bölünenleri bulma degenin içige kirgizgen sanını atdık. Bu yerge keldik. Bu yerge fonksiyonga. Sayının içige ma'lum bir sanını kirgizdik. 10 deyli. Ondan ki bu yerde tam bölünenler de bir tal listi var ki. Bu yerde boş bir listi var ki. Ondan keyin bu yerde bir nim varken bir tal for aylanması var ki. Sayı bu yer geldi. Ona bası 10. 2'den 10'a kadar range. Range degan nim gapdi? Yani soldan 10'a kadar sonlarni qanday qil üret va yoki create qil. Yani o'ttirliqqa taşla, berpa qil. Yani bütün sonlarni. Unda bo'lsa, bu yerda range 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'a kadar. Onun öz ichiga olamdi o yo'q. Unda bo'lsa, men buni tartib bo'yicha kimga berman? I'ga berman. Deydi-ki, eğer deydi, bu yerdagi son i'ga bölüngen chog'da bunun qoldiqi 0'ga tang bo'lib qolib qolsa, nima ish qilsin debdi? Tam bölünenler yine üstüdeki boş listiga bu yerdagi i nima bo'lgan bo'lsa, son qay nim bo'lgan bo'lsa bu yerdagi aylanmaning soni, bunun qanday qil debdi? Bu yerdagi boş listiga buni qo'sh debdi. Ondan keyin buludu başdan kelli sayı qanchdi? Sayı 10. Onun i'chu i başta 2. 2'ni i'ga berdi. Onun 10'ga 2'ni bölsek qoldiqi 0 mu? He, qoldiqi 0. Çünkü bütün bölündü. 10'ga 2'ni bölseniz 5 çıkıdı. Qaldiq yok. Qaldiqi 0'ga tang buludu. Unda bo'lsa tam bölünenler nokta append'ning ichiga, yani bu yerdagi boş listining ichiga nimni qo'ydi? Delmedel 2 degan sonni bu yerdagi boş listiga qo'yib berdi. 10'ni 3'ga bölseniz qaldig'i chiqamdi, qaldig'i 1 chiqadi. 0'ga tang emas, yeni kirmedi, üstüge chiqdi. 10'ga 4'ga keldi. 10'ni 4'ga bölseniz qaldig'i 0 chiqamdi. Yo'q. Qaldig'i 2 chiqib qoldi. Bütün bölünmeydi. 2 yarım chiqadi. 10'dan yeni üstüge keldi 5. 10'ni 5'ga bölsekçi bütün bölündü. 10'ga 5'ni bölseniz 2'ga qaldig'i 0 chiqadi. Unda bo'lsa, bu yerga 5'ni bastı. Üstüge chiqdi 6. 10'ni 6'ga bölseniz qaldig'i bor, kirmaydi. 10'ni 7'ga bölseniz qaldig'i bor, kirmaydi. 10'ni 8'ga bölseniz qaldig'i bor, kirmaydi. 10'ni 9'ga bölseniz qaldig'i bor, kirmaydi. Unda bo'lsa bu yerda faqat kirgan son qancha? 2 ve 5. En akıda bu yerdeki for aylanması qanaq oldu? Bu yerda ahırlaştı. Ahırlaştı degan gap bu yerden çıktı. Çıqqandan keyin qarşısında nim barkan? Return barkan. Return nimni return qilib berdi? Tam bölünenler degan bu yerdeki listini return qilib berdi. Ondan keyin men bu yerga keladiğini unda bo'lsa, tam bölünenleri bulma deganning ichiga nima kelgan bo'ldi? Delmeden tam bölünenler degan lista bu yerga kelgan bo'ldi. En akıda neticesini chiqarib turdi. Unda bo'lsa men qanday qilay buni ijro qilib boqay. Agar men 10 desam, nim deb chiqarib berdi? 2, 5 deb chiqarib berdi. Ya'ni 10 faqat ta 2'dan boshlab, ya'ni 1'dan boshlab deyli. 1'ni zaten öz ichiga olmaydi. 10, 2 ve 5 bütün bölündü deydi. Başka bir songa bütün bölünmeydi deydi. Mesela 20 deb bakız. 20 qaysi songa bütün bölündü? 2, 4, 5, 6. Hakikaten şu 20'ni 2'ga bölseniz bütün 10 chiqadi. 20'ni 4'ga bölseniz 5. Yani qaldiq son chiqmaydi ya 2.5 deganda bir narsa chiqmaydi. 20'ni 5'ga bölseniz yine bütün 4. 20'ni 10'ga bölseniz 2 deganga o'xshash. Ona bo'lsa siz Q tuşunu, yani Q knopkasini basgan chog'ingizcha bastınız qanday qildi? Bu yerden program sonlandırılıyor deb bu yerdeki while aylamasini qanday qildi? Chiqadi. Undaq bo'lsa, bu yerdeki kod nimani maqsad qilgan kodga ma'lum bir sonni kirgizgan chog'ingizda bu yerdeki son öz ichida ta o'ziga bo'lgan qadar qaysi sonlarga bütün bölündü degan shunaqa bir ssenariyonun kodiki. Tamam. Undaq bo'lsa, ikkinchi misol. Yine o'xshash nimani ko'rdik bu yerda? Bir tal def ko'rdik. Def yani fonksiyonning ismi nimki? Above bulma. Above nima? Ustida yozig'likka eng buyuk o'rtaq bo'lani deydi. Yani bunun nim degan gap bu. Masalan, 10 bilan 20ning aslida 100 bilan 20ning eng buyuk butun bo'linadigan son qancha? 20. Va yoki 12 bilan 6ningchi 6. Ve yoki 18 bilan 12'ning en büyüğü 6. Yani
6'ga butun bo'ldi. 18 mi 6'ga butun bo'lindi. Deganga o'xshash bu yerda 18 bilan 12 deydi. 18 dan 12 ning butun bo'linadigan sonlar 1, 2, 3 butun bo'linadi, bo'lindi. Birsini bölsek 4, birsiga bölsek 6. Uni 12 ni 4 ga bo'linadi, bölünmeydi. 5 bölünmeydi. 6, 6 ga butun bo'lindi. 12 ni 6 ga bölsek 2, 18 ni 6 ga bölsek qancha? 3. Unda bo'lsa butun bo'lindi. 12 7 yoq, 8 yoq, 9 yoq, ta 12 kadar yoq. Unda bo'lsa bu yerda 1 va 2, 3, 6 ga butun bo'lingan bu yerdagi ebob. Yani en büyük, en çoğu. Yani butun bo'linadigan en çoğ son qaysi? 6. Deydi ki, delmeden mush 6'ni chiqirib deydi. Unda bo'lsa kodiga qaraylik. Bir tal def baki ta bu yerga qadar bu fonksiyonun ichiga tabi ana kod qayerdan başlandı? Delmeden sayı 1, sayı 2 dedi. Bu yerde 2 tal son al deydi. 2 sanı nimga aylandır? Init aylandır. Onun ki bu 2 sanı nim gibi sayı 1, sayı 2 gibi deydi. Buludu 2 tal sandıqım ba mevcut. 2 tal sandığımın içige bu sallarını qana qıldım, koydum. Onun için deydi o ebob depital print baki ebob bulma fonksiyonunu çağırıptı. Bunun içige nimne verdi? Bunun içige sayı 1 yeni kirgizgen birinci san ve ikinci san evetipti. Mesela bayamqı 18, 12 degenge o'xshash. 18, 12 ni evettim. Buludu. Bu yerga keldim. Birinchisi 18 deyli. İkincisi nima? 12 deyli. i'dan 1, abobdan 1 deb bir tal değişken variable tanımlaptı. Yine define qilibdi. Bu yerda bir ikki tal sandıqımız borki, ikki sandıqning ichida birdan iborat bo'lgan bu son ichidagi 12 bu yerda bir tal aylanma borki. Aylanma dedim deydi. I deydi. Yani i qancha? 1. 1 son 1dan kichikmi deydi. Son 1 qanchadi? 18. Son 2chi? 12. Unda bo'lsa 1 18dan kichikmi? Ha. 12dan kichikmi? Ha. Unda bo'lsa bu yerga aylanmaning chekramda kirdi. Onun için deydi. Eğer deydi. Son qancha? Son 18. 18 da 1 ga bölsek. Qoldiqi 0 buldu. 0 degan nim degan gapdi? False degan gapdi. 18 ga 1 ni bo'ldingiz degan gap qoldiq chiqmaydi. Butun 18 chiqadi. Qoldiqi chiqmaydi degan gap, ya'ni qoldiqi 0 buldu. Unda bo'lsa bu yer 0 bo'ldi degan gap. 0 odatda men boolean o'tgan chaqda 0 ning o'zi har qanday 0 bu nim bo'ldi? False bo'ldi. Unda bo'lsa bu yerga false ning qarshisi nima? Not deydi. True. Unda bo'lsa bu yer true bo'ldi. Undan ikkinchisi sayı 2. Bu yerdagi sayı 2 12 12 ni 1 ga bo'lsak qoldiqi 0. Yine bu yer false bo'ldi. False ning qarshisi true bo'ldi. Hem bu yer true, hem bu yer true. Bu yerda o'tirsa nim bor? Hamda bor. Sol tarafdagi true bo'ldi, o'ng tarafdagi true. Undan keyin buning ichiga kirdi. Umumisi true bo'ldi. Kirdi. Bu yerdagi above qancha? Above 1. Yani o'rtaq eng ikkisiga bo'lingan son qancha? Delmedel 1. Undan keyin bu yerdan chiqdi. Chiqqandan keyin bu yerga keldi. 1dan qo'shdi i'ga. I qancha bo'ldi hozir? 2 bo'ldi. 2 18 dan kichikmi? Ha. 2 12 dan kichikmi? Ha. Unda bo'lsa ostiga tushdi. Son 1. Son 1 18 dan 18 ga 2 ni bo'lsa qoldi qancha? 0. Unda bo'lsa 0. Bu yer ichi false, not bilanchi bu yer true bo'ldi. Bo'ladi. Undan keyin 12 ga 2 ni bo'lsangiz-chi, 12 ga 2 bo'lsangiz qoldi 0 mi? Ha, 0. Unda bo'lsa buning not nim bo'ldi? False ni true ga aylantiryapti. O'ng tarafimi true, sol tarafimi true bo'ldi. Bu ikkisi true bo'ldi degan gap. Buning hammasi true, if ning ichiga kirdi degan gap. Unda bo'lsa i ning ichida nim bor? 2. Above ning ichida qancha bor aslida? 1 bor. Unda bo'lsa 2 ni above ga berdi. Yani en büyük ortak bölünen degan songa yine bu sandıqı berdi. 2 bo'ldi above artıq. Unutmang, above hozir 2 men bu yerga yozib qo'yay. Yani unutib qolmang. Bayam birinchisida 1 di. Undan keyin bu ishim tugdi, ostiga tushdi. 2 3 bo'ldi. Ustiga chiqdi 3. 18 dan kichikmi? 12 dan kichikmi? Ha, unda bo'lsa bu yerga kirdi. Undan keyin 18 ga 3 butun bo'linamdi. Ha. Bu yermi true bo'ldi, false bo'lib aslida qoldi 0. False bilan false ni true ga aylantiryapti not.
10 tarafımı qanda 12 3 butun bo'lindi. Unda bo'lsa bumi to'g'ri bo'ldi. Yana buning ichiga kirdi. Kirdi degan gap 3 ni abob qilib berdi. 3 ni berdi, bo'ladi. 3 ni berdik. Ondan ikinci astığı düştü. 3 4 bo'ldi. 4 bilan yeni üstüge chiqdi. 4 18'in kichik mo ha. 4 12'nin kichik mo ha. Undaq bo'lsa 18 4 ga bo'linamdi. Qoldiqqa qancha? 18 ga 4 bo'lsangiz qoldiq 2. True bo'ldi. Bu yerga not bilanchi false bo'lib ketdi. Unda bo'lsa bir tal false'ni ko'rganaman, keyingi mengishning o'rni yo'q. Ya'ni n bo'lganligi uchun bir tal false bo'lib ketdi degan gap, buning ichiga kirmaydi degan gap. Kirmaydi degan gap bu yerga abobga beramadi degan gap. Unda bo'lsa bu yerda atlab o'tib ketdi. Ostiga tushdi 4 qancha bo'ldi? 5. Ustiga chiqdi 5 2'sin kichik yana kirdi. 18 5 ga butun bo'linamdi. Yo'q, yana bu yerning bo'lib ketdi. Aslida true, uningki not bilan false bo'lib ketdi. Yana kiramadi. Yana bu yerga 5 6 bo'lib ketdi. Yana ustiga chiqdi. 6 ikilisiga kichikmi? Ha. Ostiga tushganda 6 18 6 butun bo'linamdi. Ha, qoldig'i 0. Unda biz not bilan true bo'ldi. 12 butun bilan ha, unda biz not bilan yana nim bo'ldi? True bo'ldi. Yana buning ichiga kirdi. Unda bo'lsa i ning ichida nim bor? 6 va 6 ni kimga berdi? Abob qilib berdi. Unda bo'lsa abobning ichida 6 bor. Hozir ma 1 2 3 yo'q. Unda bo'lsa ostiga tushdi 6 7 bo'ldi. 7 ga ustiga chiqdi. 7 ikilisining kichik. Ha deb 7 yana 18 ni 7 ga butun bo'lgil bo'ldi. Yo'q, unda bo'lsa yeni ustiga chiqdi 8 bo'ldi. 8 butun bo'lamdi. Yo'q, yeni ustiga chiqdi 9 bo'lamdi. Yo'q, 10, 11, 12 ga qadar bo'lamdi. Yo'q. Unda bo'lsa bu yerda ta butun bo'linganga qadar qanchasi bor ekan? 1 2 3 4 5 6 bor ekan. Undan keyin bu yerga eng buyuk abob eng oxirida qancha bo'ldi? Abob 6 bo'ldi. Unda bo'lsa oldidagilarning hammasi zaten ustiga yozilgan raqam 6 keldi. Bu yerdeki while işini tüketdi. While işini tüketdi degan hamon aslida nim bor ekan? Return bor ekan. Return abob deydi. 6 ni qanday qil? Bu yerga döndürib ber. Ya'ni return qilib ber. Unda bo'lsa bu yerning ichiga o'tirsig'i nima kirgan bo'ldi? 6 kirgan bo'ldi. Abob qancha? 6 deb chiqarib berdi. Unda bo'lsa biz buni ijro qilib baqili. 18 18 12 qancha? Abob 6 chiqdi. Va yoki 15 12 bo'lsa-chi. Abob 3 chiqdi. 3'ün cho'ngi ikkalasiga tam butun bo'linmaydi ekan. Va yoki 33 99 bo'lsa-chi, abob 33 chiqdi deganga o'xshash. Unda bo'lsa ikkinchi misol mishada oxirlashdi. Unda bo'lsa uchinchi misol. Uchinchi misol qarasangiz, eng boshda nima debdi? Bir tal fonksiyon. Onun ikinci ana kod qayerdan boshlanibdi? Dalmadal astidan boshlanibdi. Fonksiyonni dalmadal chaqagan chig'ingizda ishlaydi, bo'lmasa ishlaymaydi. Hamsa men astidan boshlayman. Bu yerda nima bor ekan? Bir tal for aylanmasi bor ekan. Bu for aylanmasida range qancha ekan? 1 dan 1001 gacha ekan. Ya'ni 1001 ni o'z ichiga olamdi? Yo'q. 1000 ga qadar, ya'ni toplamda bu aylanma 1000 qatim aylanadi ekan. Har qatim aylangan chig'ida bu yerdagi if ning ichiga nima debdi? Mukammal debdi. Ya'ni ustidagi fonksiyonni chaqiribdi. İçinde i bor ekan. Unda bo'lsa 1000 qatim, ya'ni 1 2 3 deb ta 1000 qadar 1000 aylanmada to'xtamay bu yerdagi mukammal degan funksiyonni 1000 qatim chaqirdi ekan. Ammo har qatim chaqirgan chaqda ichiga nima qo'ydi ekan? Ichiga bu yerdagi aylangan 1 2 3 4 deb 1000 qadar butun sonlarni hammani buning ichiga qo'yib mangdi ekan. Undan keyin bu hamda bu yerdagi conditional state ning ichiga yozg'iniga qaraganda bu yerdan ya true dönüdü ya false dönüdü. True bo'lsa buning ichiga kirdi, mukammal son deb chiqarib ekan bu yerdagi i'ni. Agar false return qilsa, bu yerdagi son va kiramdi, kirmaydi. False bo'lgan keyin ustiga chiqdi, aylanma davom qilaverdi tam 1000 ga qadar. Unda bo'lsa 1 ni berdi. 1 ustiga chiqdi, sayı 1 bo'ldi, toplam qancha? 0. Undan keyin range 1 dan 1 ga qadar. 1 dan 1 ga qadar desa for ishlamdi, yo'q. Chunki 10 tarafdagi qiymatni o'z ichiga olamdi, yo'q. 1 dan boshlaysa ham 1 ni o'z ichiga olmaysa. Bundaq gap yo'qki. Unda bo'lsa buning ichiga qanday qilmaydi? Bu yerda ishlamaydi. Ostiga tushib ketdi. Toplam qanchadi? Toplam 0. Sayıchi sayı 1. Unda bo'lsa 0 1 ga tengmi? Yo'q. Unda bo'lsa false. False ni qanday qilib bergan? Return qilib bergan. Ostiga tushdi. Bu yer false bo'ldi. If ning ichiga kiraldimi? Yo'q. Unda bo'lsa ustiga chiqdi. 2 bo'ldi. Endi mukammalning ichiga 2 ni qo'ydi. Üstüge çıktı. Sayı 2 bo'ldi. Toplam 0. Ondan keyin 1 dan 2 ga qadar.
Fakat aldığan sonu qancha? 1. 2'ni alameti yo'q. Unda bo'lsa, sayni 2'ni 1 ga bölsek, qoldiqi 0 mu? Ha, qoldiqi 0. Undaq bo'lsa, 2 kiramni kirdi. Toplam qancha bo'ldi? Toplam 2 bo'ldi. Toplam 0 ti, hozir qancha bo'ldi? Toplam 2 bo'ldi. Unda bo'lsa, bu yerga qancha keldi? 2. Bu yerga i'ga beradigan son qancha? 1. 2'ni o'z ichiga olamdi? Yo'q, ya'ni 1 dan 2gacha, ammo 2'ni o'z ichiga olmaydi deydi. Unda bo'lsa, i qancha? 1. 2ga 1'ni bölsek qoldiqi 0 mu? Ha, qoldiqi 0. Unda bo'lsa, bu yer qanday bo'ldi? Chu. Unda biz toplam qancha? Toplam 0. I chu 1 ti. 0 ga 1'ni qo'shsak qancha? 1. Bu yerda hozir toplamda qancha? 1 bo'ldi. Unda bo'lsa, bu yerga for aylanma ishini tugatdi. Undan keyin ostiga tushdi. Say qancha? Say 2 toplamchi toplam 1. 2 tamo yo'q. Tamamiz false bo'ldi. False'ni qanday qildi? Aylantirib berdi, döndürüp berdi. Undan keyin bu yerga kiralamdi yo'q. Ustiga chiqdi 3 bo'ldi. Undan keyin sayning ichida 3 bor. 3 bo'ldi. Ostiga tushdi toplam 0. Undan keyin bu yerga for aylanmichi 1 dan 3gacha. Unda bo'lsa bu yerdagi aylanma qancha qatam aylandi? 1 va 2ni i'ga berdi. Ammo 3ni beramdi? Yo'q. 3ni o'z ichiga olamdi? Yo'q. Sayı 3 hozir. Undan sonra sayını 1 ga bölsek qoldiqi 0 mu? Ha. Unda bo'lsa buni 2 ga bölsek qoldiqi 0 bo'ldi, chu bo'ldi. Undan keyin toplam qancha? Toplam 0. 0 ga 1'ni qo'shsak qancha? Toplam 0 bo'ldi. Unda bo'lsa bu yerda toplam 1. Ya'ni i 1 toplam 0. Hozir toplamda 0 bilan 1'ni qo'shsak toplamga bersak natijasi qanday bo'ldi? Toplam 1 bo'ldi. Undan keyin yeni ustiga chiqdi. Sayı qancha? 2ni i'ga berdi. Undan keyin sayı qancha? Sayı 3. 3ga 2ga bölsek qoldiqi 0 mu? Yo'q. Unda bo'lsa false, bu yerga kirmadi. Undan keyin buning ichiga kira olamdi? Yo'q. Ustiga chiqib ketdi yine. 3 bilan to'shab ketdi. Ortiq ish tugdi. Undan keyin bu yerdagi for aylanmasi bu yerda oxirlashdi. Oxirlash deganga men osti tushdi. Toplam qancha? Toplam 1. Ammo sayı qancha? Sayı 3. 3 1ga tengmi? Yo'q. Unda bo'lsa bu yer false. False qanday qildi? Bu yerga döndürüp berdi, return qilib berdi. False bo'lganki bu yerga kirdimi? Ostiga kirmadi. Undan keyin ustiga chiqdi. Hozir i qancha? 4. Bo'ludi hamda 4 ga keldim. Sayıga 4ni berdim, toplam qancha? 0 yine. Qaytadan başladı. 1'den başlap 4 ga chiqildi. Ammo 3ni o'z ichiga olamdi? Yo'q. 1 2 3 4. 4ni o'z ichiga olamdi? Yo'q. Unda bo'lsa bu yerda aylangan chog'da 1'ni bu yerdagi sonni 4'ti. 4'ni 1 ga bölsek qoldiqi 0 mu? Ha. Unda bo'lsa bu yerdagi i'ni toplamga bölsek toplam hozir 1 bo'ldi. Unutmang, toplam 1 hozir. Undan keyin yine ustiga chiqdi. 2ni i'ga berdi. Undan 4'ni 2 ga bölsek qoldiqi 0 mu? Ha. Unda bo'lsa toplam 1 ti. 2 ga qo'shsak 3 bo'ldi hozir toplam. Unutmang. Ustiga chiqdi 3. 4'ni 3 ga bölsek qoldiqi 0 mu? Yo'q. 2 kiremedi. Unda bo'lsa toplam hozir 3. Ammo sancho 4. Unda bo'lsa ostiga tushdi. Bu for aylanmasi tugagandan keyin bu 2 tamo yo'q. Deb yine qanday qildi? False'ni bu yerga döndürüp berdi, return qilib berdi. Oxirida false bo'ldi. Yeni kiremedi, ustiga chiqdi 5. 5'timi bo'lmaydi bolalar. Shunda chuklash orqali mesela 6'ni 1'ni qilib yetib oxirlashtirdi. 6 bo'ldi. 6'ni berdik 0. Undan keyin sayı 6gacha. Unda bo'lsa bu yerga sonlar 1 2 3 4 5 qadar i'ga beramiz. Pastga tushdik. Sayı qancha? 6. 6'ni 1 ga bölsek qoldiqi 0 mu? Ha. Unda bo'lsa bu yerda toplam qancha? 0 ga 1'ni qo'shsak 1 bo'ldi. Undan keyinchi ustiga chiqdi. 2ni i'ga berdi. 6 ga 2ni bölsek qoldiqi 0 mu? Ha. Unda bo'lsa bu yerda yine qancha? 2. İkinci qatim i 2 ti. Toplam 1 ti. 2'sini qo'shsak qancha? 3 oldu. Toplam hozir 3. Ustiga chiqdi. 3 keldi. Undan keyin ostiga kelganda 6 ga 3ni bölsek qoldiqi 0 mu? Ha. Unda bo'lsa ostiga tushdi. 3ni mavjud 3 ga qo'shdim qancha? 6 bo'ldi. Toplam 6 bo'ldi. Undan keyin ustiga chiqdi yine 4 bo'ldi. 6'ni 4 ga bölsek qoldiqi 0 mu? Yo'q. Ustiga chiqdi 5 ga bölsek 0 mu? Yo'q. Undan keyin 6'ni o'z ichiga olamdi? Olmadi. En oxirida qadaq bu yerdan chiqib ketdi. Chiqib ketgandan keyin toplam qancha bo'ldi? 6. Kirgizgan son sayı qancha? 6. Unda bo'lsa 6 6 ga tamam. Ha. Unda bo'lsa chuda bu yerda chuni döndürüp berdi. Bu yer chu bo'ldi degan gap, buning ichiga kirdi degan gap mukammal son
6 edep bispedi. Ta mığa kadar delmedel toxtumay aylanma içinde aylanma. Yani bu yerde mi toxtumay aylanma. En hakkıda bizge mığa kadar aylanıp bütün bölüngen sallarını qoşqan çağda özüge tam boğan sallarını qana qıldı bu yerge çıqırpedi. Arallan bu yerde mıngıçı boğan sallarının içinde toplamda 3 dal mükemmel san baki. Ona basa 3. misal ahırlaştı. 4. misal. 4. misalda deydi ki en küçük ortak katlarını taap deydi. Yani en küçük ortak katları degan gap nima gap degan chaqda bu xil misal bilan tushunishga tirishaylik. Masalan 4 bilan 7 ning en küçük ortak katları qancha degan chaqda oldi bilan 1 dan boshlab ikkilisini ko'paytirishga boshlaymiz. Masalan 4 ga 1 ni ko'paytsa 7 ga 1 ni ko'paytsa yine 4 bilan 7. 4 kichikini ko'paytsa 8, 7 kichikini ko'paytsa 14. Onunki 4 ga 3 ni ko'paytsa 12, 21 deb ta ko'paytdik 4 ga, 5 ga, 6, 7. Diqqat qilgan bo'lsangiz, bu en küçük orta katları degan nima gap degan chaqda, masalan, sol taraf bilan qanday o'ng tarafdagi sonlar o'xshash bo'lishi lozim. Lekin rad tartibga o'xshash bo'lmasa bo'ldi. Masalan, sol tarafdagi 4 o'ng tarafda bormi? Yo'q. Sol tarafdagi 8 o'ng tarafda bir tal 8 bormi? Yo'q. Sol tarafdagi 12 o'ng tarafdagi bir 12 bormi? Yo'q. 16 bormi? Yo'q. 20 bormi? Yo'q. 24 bormi? Yo'q. 28 bor. Unda bo'lsa 4 bilan 7 ning en küçük ko'paytgan chaqda en küçük o'rta qatları qandaq nima ekan 28. 4 ga ma'lum bir sonni ko'paytgan chaqda 28, 7 ga qandaq ma'lum bir sonni ko'paytgan chaqda 28 bo'ladi. 4 ni ko'paytsak, ya'ni ikkilisiga ko'paytkili bo'ldi, ya'ni 28 o'rtaq bir son chiqdi bu ikkisini. Dalmadal bu yerdagi 28 buning ekok. Ekok degan en küçük qandaq ve o'rtaq qatları degan gap. Ona biz bunu yazılım bilen, program tili bilen yezishtirish baqili Python'da. Diqqat qilsangiz bu yerda bir tal fonksiyon bor ekan. Fonksiyon undan keyin 4 bosh qo'yib yozgan ta bu yerga qadar bütün kodlarning hammasini nimaga tava? Dalmada bu yerdagi fonksiyonga tava. Ona bo'lsa men boshda buni o'qamdim, yo'q o'qimayman. Ona bo'lsa atlab o'tib ketdim. Nimani o'qiyman? Son 1. Deydi ki son 1 ve son 2 ni qanday qil input qil. Kirgöz, onun için bu yerdeki string ağan sanını initke yine integer'ga aylantir. Onun için bu yerdeki sanını iki tal sandık boğan yine sayı 1 ve sayı 2'de ibaret boğan bu iki tal sandığı koy. Onun için deydi o bisip çıkar. Nimni bisip çıkar? Ekok bulma diyen bir tal fonksiyonun içine sen input'tan kirgizgen iki tal sanını qanday qil bu yerga koy deydi. Unda bo'lsa buni qanday qilib qo'yib baqili. Biroz kichikroq son qo'yib baqili. Chunki cho'ngroq son qo'ygan chog'ingizda texmo bu yerda o'qish nimamiz jiqlab ketadi ekan. Masalan, 2 bilan 3. Unda biz 2 bilan 3 ga qarab baqili. Ya'ni son 1 2 deb o'ylang, son 2 3 deb o'ylang. Ya'ni natijada haqiqatan 6 degan sonni chiqarib beramdi. Bo'ldi. Son 1 ning ichida 2, son 1 ning ichida 3 bor. Men bu yerga yozib qo'yay, har ehtiyot qarabda. Unutib qolmaslik uchun i tang 2 deydi. Ekok tang 1 deydi. Yine bu yerda 2 tal sonliq bor. Birisi i, yana birisi ekok. Undan keyin while true. Yine bu yerda cheksiz aylanma bor. Bu yerdagi cheksiz aylanma qachon oxirlashadi? Qachonki breakni ko'rgan chaqda oxirlashadi. Bo'ladi unda bo'lsa, kirdoq ichiga true bo'lganligi uchun sayı bir qanchati 2. 2 i chu 2. 2 2ni bo'lsam qoldig'i 0 mi deydi. Qoldig'i 0. Haqiqatan true bo'ldi. Sayı 2'ni qancha 3. 3'ni 2'ga bölsem qoldiqi 0 mu? Yo'q. Unda bo'lsa buning ichiga kirani kirmaydi. Unda bo'lsa bu yerdagi if'dan atlab o'tib ketdi. Asliga tushdi elif. Son 1 ning o'zi qanchati? Son 1 2'ti. 2'ni 2'ga bölsangiz qoldiqi 0 mu? Ha. Son 2'chu. Son 2 3'ti. 3'ni 2'ga bölsangiz qoldiqi 0 emasmi? Ha, 0 emas. Unda bo'lsa bu ham true bo'ldi. Umumisi true bo'ldi. Natijada-chu umumisi true bo'ldi degan gap. Buning ichiga kirdi degan gap. Kirdoq i qancha? I tang 2ti. Uningki ekokchu. Ekok 1ti. 1 ga 2 ni ko'paysa qancha? 2. Ya'ni ekokning o'zi qancha bo'lgan bo'ldi hozir? 2. Unutmang bu yerda ekokda hozir bu yerda 2 bor. Buni yozib qo'yay. Ya'ni i tang 2, ekok 1ti. Ustida yoziqliq zaten. Bu ikisini ko'paytganiki ekok 2 bo'ldi. Undan keyin son 1ni i'ga butun bo'l deydi. Son 1 qanchati? 2ti. i'chu 2ti. Bölsangiz qancha? 1. Unda bo'lsa son 1da qancha bor? 1 bor. Unutmang.
Bo'ldi bu ishini tugatdi. Elif kirmaydi, es kirmaydi, cho'qim birsini kirdi. Eng asli deydi. Sayı birga tengmi deydi. Birga teng. To'g'ri. True bo'ldi. Sayı ikki birga tengmi? Sayı ikki qanchadi? 3 teng. Birga tengmi? Yo'q. Unda bo'lsa buning ichiga kiramdi, kirmaydi. Undan keyin qanday qildi? Yeni üstüge chiqatdi. Üstüge chiqqan chog'da sayı bir qanchadi? Sayı bir asl ikki bu yerda 1 bo'lib ketdi. Unda bo'lsa 1 bu yerda i yine qancha? I 2. 1 ga 2 ni bo'lsa qoldig'i 0 mi? Yo'q, 0 emas. Unda bo'lsa bu yerga kiramdi? Yo'q. 1 ga 2 ni bo'lsa qoldig'i 0 mi? Yo'q, bu yerga mi kirmaydi? Unda bo'lsa nega kirdi? Dalma-dal bu yerga kirdi. Ya'ni 1 ga 2 ni bo'lsa qoldig'i 0 emas. Ammo 3 ga 2 ni bo'lsak-chi, qoldig'i 0 mi? Yo'q. Unda bo'lsa bu yerga mi kirmadi? Kirmadi degan gap nega keldi? I qo'shilgan teng 1 ga keldi. I qancha hozir 3. Unda bo'lsa I 3 unutmang. Yeni üstüge geldi. San 2, 2 ni I 3 ga bo'lsangiz qoldig'i 0 mi? Yo'q. Astig'i tushdi 0 mi? Yo'q. Astig'i tushdi. Qoldig'i 0 emas. Unda bo'lsa 10 tarafchi sayı 2 qanchadi? Sayı 2 3'ti. I chu 3. Unda bo'lsa 3 3ni bo'lsa qoldig'i 0 mi? Kirdi bu yerga. 2 chu bo'ldi. Bu yerga kelgan chog'da ekok qancha? Ekok bayam qancha bo'ldi? 2'ti. 2 ni i'ga ko'paytdi. I qancha? 3. Unda bo'lsa 6. Undan keyin sayı 2 ni i'ga bo'lganmiz. Sayı 2 qancha? Sayı 2 3. I chu 3. 3 ga 3 ni bo'lsa 1. Tamam, sayı 2 mi? 1 bo'ldi. Undan keyin bu yerga kirmadi. Eng oxirida if kiramiz. Sayı 1 1miti? 1ti. Haqiqatan 1ti. Sayı 2 1miti? 1ti. 1 bo'ldi. Undan bo'lsa bu yerga kirdi. Break. Undan bo'lsa bu yerga while aylanmasini qanday qildi? Chiqdi. Chiqqandan keyin ekok qancha bor? Va ekok 6 ni topgan. Shuning bilan return 6 ni qilib berdi. Dalmida bu yerga ekok 6 deb bu yerga chiqarib berdi. Natijasi 6 bo'ldi. Unda bo'lsa 4-misol mishada oxirlashdi. Unda bo'lsa 5-misol. 5-misolda ikki tal listi bor ekan. Birlar, o'nlar deb. Birlarda birinchi stringda hech qanday bir xarakter yozilmabdi. Ikkinchi elementda 1, 2, 3 deb harf shaklida yozibdi. Undan keyin ostiga qarasangiz o'nlar xonasida 10, 20, 30, 40, 50 deb yozibdi. Bu yerdagi kodning asosiy maqsadi siz son ostida masalan 25 deb yozgan chog'da buni nima deb chiqarib turibdi? Harf shaklidagi 25 ni qanday qilib bu yerga chiqarib turibdi. Masalan 16 degan chog'ingizda nimani chiqarib turdi? 16 deganni chiqarib turdi. Unda bo'lsa qanday qildi? Yana qarang. Bir tal fonksiyon bor ekan. Fonksiyonni o'qamsiz yo'q. Atlab o'tib ketdi. Bir tal son kirgizing deydi. Sonni kirgizdik. Buning sonini initga aylantirdi integerga. Undan keyin sayı sanduqiga buni qo'ydi. Bo'ladi. Masalan 16 ni qo'ydim. Undan keyin o'qinish deydi. O'qinish degan zaten ustidagi fonksiyonning ismi. Buning ichiga 16 ni qo'ydingiz. Bo'ldi. Unda bo'lsa ustiga keldim. 16 bu yerga keldi. Sayı 16 deydi. 16 ni 10 ga bo'lsangiz qoldiqi qancha? 16 ni 10 ga qoldiqi 6. Unda bo'lsa birinchiga kimni berdi? 6 ni berdi. Ya'ni birinchida 6 bor. Ya'ni 16 ni 10 ga bo'lsangiz 1 ga butun bo'linib 6 qoldi. Agar ikkinchisi-chi 16 ni 10 ga bo'lsangiz butun bo'lingan soni qancha? 1. Butun bo'lingan soni 1. Ammo 6 qoldi. Haqiqatan ya'ni mau belge qoldiqini topdi, mau butun bo'lingan sonini topdi. 16 ni 10 ga bo'lsangiz 1 qoldi. 1.6 chiqadi amaliyotda. U yerga 0.6 degan yana 0.6 degan uning qoldiqi 1 butun bo'lingan son. Bu yerga butunni qancha? 1. Ustidagida 6 chiqadi, ostidagida 1. Onun keyin return qilib turgan. Nimani return qilib turgan? O'nlarda. O'nlar deydi, o'nlarning ikkinchi deydi. İkincining ichida nima bor? 1 bor. Unda bo'lsa o'nlarning birinchi indeksi nima bor? 0-indeks, birinchi indeks deydi. Unda bo'lsa 10 bor ekan. Unda bo'lsa bu yerga nima keldi? 10 keldi. Bir tal bo'shliq qo'yib turibdi, string qo'shib, undan keyin birlardachi. Birinchida qancha bor? 6 bor. 6-indeksi nima bor deydi birlarninkida? Birlar degan listida 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Unda bo'lsa 6-indeksda 6 deb bor ekan. Unda bo'lsa bu yerda 6 deb yozig'liq. Unda bo'lsa bu 10,
Bu 6. Üçüncüsünü qo'shdi, return qilib berdi. Unda bo'lsa print ekran basta degan chog'da 16 ni qana qildi bu yerga bisp berdi. Unda bo'lsa 5-misol mishada oxirlashdi. Unda bo'lsa 6-misol. 6-misolda deydiki Pisagor bulma deydi. Pisagor bulma, yani 1'den 100gacha bu yerda range son beribdi. Bu yerda to'xtamay aylandi ekan. 100 qitimning ichida hatto 100 qitim, oldi qitim masalan çarpım tablosini qilgan chog'da ishlatganga o'xshash for ichida forga. Yine deydiki Pisagor nima degan chog'da masalan bu Pisagor bulma degan nima gap degan chog'da masalan bu 3 taraflik. Normalda siz Pisagor deb bispeqin. Bu bir olimning ismi o'xshaydi. Bu nima degan gap degan chog'da 3 taraflik. Bu yerdagi matematik 3 taraflik. Deydi ki bu taraf B uzunluğu B. Bu taraf A. Bu taraf C yoki C. Deydi ki Pisagor bulma degan bu qurolga uyg'un bo'lgan sonlar qaysi formulaga uyg'un bo'ladi degan chog'da masalan C'ning kvadrati, ya'ni C'ni 2 qitimini ko'paytganning natijasi teng bo'ladi. A'ning kvadrati, ya'ni A'ning 2-chi darajasi, ya'ni A'ni 2 qitim ko'paytganga teng. Bununla qo'shimiz B'ning 2-chi darajasi, ya'ni B'ni 2 ko'paytganga chiqqan natijani bu ikkisini qo'shib bersangiz C tarafning 2-chi darajasiga teng bo'lsa, uningkin bu tenglik qanday bo'lsa, uyg'un bo'lsa, ikki tarafi bir-biriga teng bo'lsa, uningkin biz buni nima deymiz? Pisagor quroliga uyg'un qanday sonlar deymiz. Masalan, Pisagor 100 ga qadar aylangan chog'da bu yerda xeli jiqni tip biribdi. Masalan, haqiqatan shundami? Masalan, birinchisi 3 4 5. Biz oldi bilan o'zimiz qilib baqili. Masalan, 3 4 5 haqiqatan Pisagor bulma degan qurolga uyg'unmi? Masalan, C tarafdaydi 5. Ko'paytirilgan 5. Teng bo'ladi 4 ko'paytirilgan 4. Buning qo'shma 3 ko'paytirilgan 3. Haqiqatan tengmi? Masalan, 5 ko'paytirilgan 5 qancha? 25. 4 ko'paytirilgan 4 qancha? 16. 3 ko'paytirilgan 3 qancha? 9. Unda biz 16 ga 9'u qo'shsangiz qancha? 25. 25 25 tengmi? Ha. Unda bo'lsa bu yerga bu qurolga qanday qildi? Uydi. Buni normalda to'liqsiz va ya to'liq o'tir maktabida buni o'rgatadi. Unda bo'lsa biz qanday qilib buning kodiga qarab baqili. Endi 1dan 100 gacha dalmadal bu Pisagor qoidasiga uyg'un bo'lgan qancha tal 3 taraflik bor. Unda bo'lsa bu yerda bir tal funksiyon bor ekan. Ostida qanday bir tal ana kod bor ekan. Bu yerga Pisagor bulma degan funksiyonni o'qamdiq boshda yo'q, atlab o'tib ketdik. Pisagor bulmani kimga beribdi? I'ga beribdi. Uningkin i'ni biz beribdi. Unda bo'lsa bu yerda Pisagor bulma degan yerda nimani döndürüp ekan, nimani sizga return qilib berdi ekan? 3 tal sonni return qilib berdi ekan. Unda bo'lsa bu yerdan return qilib bergan narsa bir tuple ekan. Ustiga chiqib baqili. Pisagor bulma deydi. Bir tal Pisagor listida bo'sh lista bor. Uningkin 1dan 100 gacha araliq range, 1dan 101 gacha yana range. Uningkin deydiki C teng i'ning kvadrati, ya'ni bu yerdagi i'ning kvadrati qo'shimiz, ya'ni boyaqi formula shu. J'ning kvadrati bir tarafdan kvadrati qo'shimiz ikkinchi tarafdan kvadrati, ya'ni 2 yulduz 0.5 bo'lib qolib qolsa, dalmadal yildiz ostiga olman degan gapdi. Unda bo'lsa C chiqamdi, chiqmamdi deydi. Agar C dalmadal bu yerdagi init C'ga teng bo'lib qolib qolsa, shu bo'ldi, uningkin bu yerda bu listiga qo'sh deydi. Ya bu yerdagi C faqat kontrol qilish uchun bu yerdagi C init C degan gap butun son. Ya'ni normalda bu Pisagorga uyg'un bo'lmagan sonlarning hammasi o'nlik kasr son chiqib turib oldi. Unda bo'lsa, dalmida bu yerdagi butun C chiqqan C'ga tengmi deydi. Ha, teng bo'ldi degan gap, bu qoidaga uyg'un bo'ldi degan gap. Unda bo'lsa bu 3 tarafni qanday Pisagor listasiga qo'shib ber deydi. Oshda qilib to'xtatmay 1dan 100 gacha bu yerda oylandi. Oylanib eng oxirida bu listini qanday qildik bu yerda? Bu yerdagi listini ichida har birisini topil shaklda bu yerga qo'ydik ekan, eng oxirida bu listni qana qildi? Ekranga besib chiqarib berdi. Unda bo'lsa 6-misol tugadi. Unda bo'lsa 7-misol. 7-misolda deydiki, bir sonni kirgizgansiz, bu son asalmi yoki asal emasmi deydi. Ya'ni asal son degan nima? Asal son bir va o'ziga butun bo'linadigan sonlarni biz asal son deydiganmiz. Masalan 1
Bir nimo bir asal san emas. Yani birini öz ichiga olmayotgan zaten. 2'den başlayırkenmiz. 2 bir asal san mı? He, asal san. Yani 1 ve özgül bütün bölündü. 2 bütün bölündü. 3 mü bir asal san? 1 ve 3 bölündü. 4 asal san emas. Mesela 1, 2, 4 bütün bölündü. Mesela 5 asal san. 1, 5 kili bütün bölündü. Qağalırga qanaq bütün bölünmeydi. Mesela 6 asal sanı emas. 1, 2, 3, 6, 4 san bütün bölündü. Asal san deganimiz hesapda 1 ve özgili qanaq qılındı ki bütün bölündü ki. Unda bolsa bu yerdeki misalı qarab baqılı. Bir tal nim bakya bu yerda bir tal def, yeni bir tal fonksiyon bakya okumayımız atlab ötep ketdim. While true bir tal aylanmadan çekirdim. Input sayı. Siz bir tal san kirgizsiz. Kirgizgen ekan buni qanday string şekilde qabul qildi? Agar deydi bu yerdagi kirgizgan sanınız q bo'lib qolib qolsa, onun keyin bu yerden nimish qil break, yani bu yerga true sonsuz, yani cheksiz aylanmadan qanday qil chiqet deydi. Agar q bo'lmas uchun nimish qil deydi? Tekrar bir san al deydi. Yani ağan sanını nimga aylandır deydi? Init aylandır deydi. Yani bu yerdagi stringni init aylandır deydi. Onun için mesela 5'ni aldım. 5 string şekilde qabul qilindi, init aylandırdım. Hazır sayı sandığının içinde integer tipidan bo'lgan 5 bor. Onun için deydi ki if eğer asal mı degan üstüde bir tal fonksiyon bor. Asal mı deganning ichiga qanday qildi? 5'ni avatidi. Eğer bu yerden true kelib qolib qolsa, bu bir asal sayı deydi. Eğer false kelib qolib qolsa, bunun ichiga kiramdi. Yo'q, kirmayla. Else'ning ichiga kiribla asal son emas degan funksiyonni qanday qildi? Bu yerga bosadi. Bo'ldi, 5'ni kirgizdim. 5'ni qanday qildi? Asal mı deganning ichiga atiliqini. True return qilamda, false mu? Üstüge keldim 5. Asal mı 5. 1'ga tengmi? Yo'q. Unda bo'lsa buning ichiga kiramdi? Yo'q. 5 2'ga tengmi? Yo'q. Unda bo'lsa kimning ichiga kirdi? Else'ning ichiga kirdi. Onun için bu yerda bir tal aylanma bor ekan. 2'den 5'gacha deydi. 2'den 5'gacha degan gap 2, 3, 4 kadar qimmatli yig'ib berdi. Yani 3 qitim aylandi degan gap. Astig'i tushdi. Agar sayı qanchdi? Sayı 5. 5'ga 2'ni bölsem qoldi 0 mi? Yo'q. Unda bo'lsa bu yerga kiramdi? Yo'q. Unda bo'lsa ustiga chiqdi. 5'ga 3'ni bölsem qoldi 0 mi? Yo'q. Unda bo'lsa bu yerga kiramdi? Yine kirmaydi, ustiga chiqdi. 5'ga 4'ni bölsem qoldi 0 mi? Yo'q. 0'ga teng emas. Unda bo'lsa yine buning ichiga qanaqa qildi? Kirmadi, ustiga chiqdi. 5'ni o'z ichiga olamdi? Yo'q. Eng oxirida for aylanmasi tugidi. If'ning ichiga kirmaydi. Onun için bu yerden qanaqa qildi? Darhol ostiga uchib ketdi. Return nim deydi? True. Unda bo'lsa return true deydi. Bu yerga true keldi. Kelgandan keyin buning ichiga kirdi. If'ning ichiga kirdi. Unda bo'lsa nimda besib chiqardi? Bu bir asal sandır deydi. 5 haqiqatda asal sanmi? Ha. Yani 1, 2, 3, 4, 5. Yani bir bilen özgili bütün bölündü. Mesela bir tal asal san emas birisini qilib baqili. Yeni bir tal misal şeklinde. Mesela 4 ne deyli? 4 bir asal san emas. Bo'ldi, 4 ne verdim. 4 ni qana qildim? Bu yerga fonksiyon attım. 4 1 gitami? Yo'q. 4 2 gitami? Yo'q. Ostiga tushdi. Bu yerga qadar 4 bor. 2'den qadar 4 qadar tushuglaydi. 2 ve 3'ni 4 ni o'z ichiga olamdi? Yo'q. Unda bo'lsa 2'ni verdi. 4'ni 2'ga bölsem qoldi 0 mi? Ha. Yani 4'ni 2'ga bölsem qoldi 0 mi? Ha. Unda bo'lsa derhal return'ni ko'rgan aman derhal bu fonksiyon oxirlashdi. Nimani döndürüp nimani return qilib berdi? False ni. Unda bo'lsa bu yerga keldi. False keldi degan gap bu if'ning ichiga kiramdi? Yo'q, kirmadi degan gap else'ning ichiga kirdi. Else'ning ichiga nim bor? Bu bir asal soni emas deb qanaqa qilib besib chiqarib berdi. Agar 1 ve 2'ni bassangiz, 1'den false keldi. Yani asal san emas. 2'den true. Yine bu bir asal san deb bu yerda otomatik bunu zaten ortiqcha o'zi qanaqa qildi? Bu kod o'zi qo'shib qo'yibdi. Natija itibariyle qanday san kirgizsangiz dalmada bu yerga aylanmaning ichiga kelsa, buning bir asal san emas ekanligini qanaqa qildi deb berdi. Unda bo'lsa bu yerdagi 7-chi kod mu mishada oxirlashdi.